o'zimizning O'zbekiston novoti bilan Eron novotining narxi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Buning sababi shakarda. Bizning shakarimiz 12,5 ming so'm bo'lsa, Eron novoti 11,5 ming so'm yoki 12 ming so'm. Bizlar shakar tayyor xomashyoni olib ishlaganimizda 16 ming so'm bo'lib chiqadi novotimiz tan narxi. 12,5 ming so'm Eron novot shakarning o'zi tan narxi bilan pashti bir xil bo'lyapti. Shuning uchun bizlarning novotlarimiz qimmat bo'lyapti. Hech kim olmayapti. Eron novot kelyapti, arzon. Ushbu mahalliy novot ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar o'zlarini bankrot deb hisoblashmoqda. Bunga sabab qilib Prezidentning 2023-yil 23-martdagi 41-sonli farmonini ko'rsatishmoqda. Biz uchun kerak bo'ladigan xomashyo shakar 12 ming so'm. Bizning narx hozir O'zbekistonda bizning mahsulotimiz tayyor bo'lguncha 16,5 ming so'm chiqadi tan narxi. Ularning mahsuloti Eron novot boj soliqlari yo'qligi hisobiga 11 ming so'm bizada. Tushunyapsizlarmi? Bu yerda Eron novoti tayyor mahsulot bizning xomashyomizdan arzon. Xo'sh, farmon nima haqida edi? 2023-yil 23-martdagi 41-sonli farmon aholimizning xarid qobiliyatini mustahkamlash, asosiy turdagi oziq-ovqat va iste'mol mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni ta'minlash, tovar ta'minotining global zanjirlarini diversifikatsiyalash hamda inflyatsiyani jilovlashga qaratilgan edi. Bu farmonni maqsadiga qarasak, aholi va mahalliy ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga foydasi tegadi deyish mumkin. Lekin nega novot ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar o'zini bu farmondan keyin bankrot deb hisoblamoqda? O'zbekiston Respublikasidagi 50% dan oshiq novotchilar yopilib ketdi. Novotchilar o'z faoliyatini to'xtatdi va qancha ishchilar ishsiz qoldi. Mana yarim ishchilarimiz hozir javob berilgan. Ish to'xtab ishlanmayotgan darajagacha kelib qoldik. Shuninggacha biz indamay sabr qildik 2 yildan beri. O'zbekistonda 1000 ta novot ishlab chiqaruvchi tadbirkor bo'lsa, har birining 20 tadan ishchisi bo'lsa, bu 20 ming kishi ishsiz qoladi degani. Tadbirkorlar prezidentga yozgan xatida farmon ijrosini ta'minlash maqsadida 1703, 1704 kodli bo'lgan tovarlarni mamlakatimiz hududiga olib kirishda bojxona tomonidan qo'llanilayotgan 0 stavka ularni bankrot qilayotganligini bayon qilishgan. 5 oy, 6 oydan beri ishlamayapmiz. Gazni vaqtida pulni to'layapmiz, svetni to'layapmiz, soliqni to'layapmiz. Ishlamayotgan bo'lsak ham pensiya fond nimalarni to'layapmiz. Bizlar esa vaqtinchalik mana ishsiz yuribmiz, lekin doimiy soliqlarni, svet, gaz hammasini to'lab boryapmiz. Haqiqatda 0 stavkali boj sabab Eron novoti bizning xom ashyodan arzonligi juda achinarli. Tadbirkorlar Eron Islom Respublikasidan olib kirilayotgan tayyor novotga qo'llanilayotgan 0 stavkali bojni bekor qilib, sog'lom raqobat so'rashmoqda. Bu narsaga tushunolmayapman. Bu yerda raqobat degan narsa sindirish bo'lyapti-da. Biz qanaqasiga sog'lom raqobat qilishimiz mumkin bunaqada? Bizga shuni sog'lom raqobat qilib berishingiz uchun Eron novotiga boj qo'yib berishingizni so'rab qolamiz. Shu shaffof raqobat biza qilinayotgan darajada qilib shu Eron novotiga bir aksiz soliqmi, bir indismi, qanaqadir bir boj qo'yib berishlarini so'rab qolamiz biz. Tadbirkorlar bu iltimosnoma va takliflarni bizdan oldin prezidentimizga, senat raisiga, bosh vazirga, bosh prokurorga, adliya vaziriga, biznes ombudsmaniga, savdo sanoat palatasiga, raqobat qo'mitasiga yuborganlar. Respublikamiz rahbariyatlaridan shuni so'rab qolamiz. Bizlarga ushbu muammomizni ko'rib va hal qilib berib, bizlarga shaffof raqobat qilib berishingizni so'rab qolamiz.